Bosh og'rig'i, migren, davleniya bularni hammasi qachonlardir siz e'tibor xohlagansiz yoki mehr xohlagansiz va u narsalarni ololmagansiz. Mana shu narsadan kelib chiqadi. Asosiy sababi shu tegi negizi demoqchiman. Lekin dasturlash payti, ya'ni terapiya paytida, gipnoterapiyada imminni asosiy ildizi, ya'ni muammosi kelib chiqadi. U narsa balki sizda yillar davomida orttirilgan bo'lishi mumkin yoki bolaligingizdan boshlab sizda bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin bu narsa shunchaki bosh og'rig'i bilan, sila bosh og'riqlari bilan, shamollashlar bilan, burun oqishlaridan o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Hozirgi paytda xuddi shunaqa farzandlaringizda ham kuzatinglar. 5-6 yosh davridan 12, 16, 18 yoshlarda, 20, 24 yoshlarda kuzatinglar. Ularda imminni dasturlash jarayonida mana shu narsalar kuchayadi. Ya'ni shu yoshlarda farzandlarimizda bosh og'rig'i, shamollashi, burun oqishlari juda ham ko'p bo'ladi. Sababi nimaga? Mehrga to'yinmaslik, e'tibor taraflik va haddan tashqari, misol uchun ona yoki ota ishga berilib ketgan bo'lsa, shu orqali mana shu narsa kelajakda katta bo'lganda shunchaki ssenariy, sahna o'zgaradi va sahna o'zgarishi orqali unda bosh og'rig'i shunchaki migren va davleniyaga o'zgaradi. Ya'ni yoshiga qarab demoqchiman. Va bundan kelib chiqib, ya'ni davosi imminni ong orqali, dasturlash orqali, gipnoterapiya orqali 100% kafolatlanadi.